Bir ota betob bo'lib qolibdi. 4-5 nafar o'g'li bor ekan. Kenjasi otamga men qayman, o'zim boqaman, umrimning oxirigacha xizmatini qilaman, evaziga merosdan voz kechaman debdi. Qarang, hayron bo'lyapsiz-a? Shu qadar bizga begona bu holat. Bizda qanday bo'ladi? Evaziga merosni men olaman deyiladi. U bo'lsa evaziga merosdan voz kechaman deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz otamizdan amal taqal qilib olishimiz kerak. Otamiz bilan ishimiz yo'q. Odamlar shu darajaga yetib kelganki, hozir bu fikrni miyamiz qabul qila olmaydi. Otamga men qarayman, evaziga otamdan qoladigan har narsadan voz kechaman debdi. Aka-ukalar rozi bo'lishibdi. Otasiga qarabdi. Umr bo'yi xizmatini qilibdi. Ota rahmatli bo'libdi. Bu dunyodan ketibdi. Umri poyoniga yetibdi. Otaning xizmatini qilgan, uning merosdan ulush tegmagan bola qiyin ahvolda qolib ketibdi. Ish yo'q, meros yo'q, lekin sabr bor. Bir kun tush ko'ribdi. Tushida nuroniy bir odam aytibdi: "Falon toshni ko'tarsang, tagida 100 dirham bor, lekin barakasi yo'q." Uyg'ongandan keyin bu haqida o'ylabdi. O'sha pul qaysi toshning tagidaligini biladi, lekin barakasi yo'q. Barakasi bo'lmasa kerak emas debdi. O'zi. Oradan ozgina vaqt o'tganidan keyin ro'zg'orda yana yetishmovchilik boshlanibdi va yana bir tush ko'ribdi. Tushida yana o'sha odam falon toshning tagida 10 dirham bor, lekin unda ham baraka yo'q debdi. Alloh, buning ham barakasi bo'lmasa nima qilaman olib, debdi bola. Kunlar o'tibdi. Yana tush ko'ribdi. Tushida yana o'sha odam falon toshning tagida barakali 1 dirham bor debdi. Uyg'onib, barakali dirham bo'lsa olaman debdi. Boribdi. Toshni ko'tarib qarasa, haqiqatan ham uning tagida 1 dirham bor ekan. Uyiga qaytib kelibdi. 1 dirhamga o'sha payt 2 ta baliq berar ekan. Uyiga farzandlarga nima olishni o'ylab 2 ta baliq sotib olibdi. Uyiga olib kelib, ayoli bilan baliqni tozalayotganda ichidan bittadan qimmatbaho zumrad tosh chiqibdi. Bittasini ayoliga berib, taqib yurasan debdi. Bittasini bozorga olib borib, qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanadigan bir odamga sotib, uyiga bozor o'char qilib kam kursini to'ldiribdi. Uyida xursand bo'lib yotsa, kechqurun dupur qilib podshoning navkarlari kirib kelishibdi. Uni podshoning huzuriga olib borishibdi. Podshoh yigitdan: "Mana bu zumradni sen sotdingmi? Uni qayerdan olding? 2 ta chiqqan bo'lishi kerak, ikkinchisi qani?" deb so'rabdi. Yigit ikkinchisini ayoliga sovg'a qilganini aytibdi. Podshoh shunday debdi: "Uni menga sot. Qancha desang beraman, so'raganingni beraman" debdi. Siz yigitni o'rnida bo'lsangiz, nima so'rar edingiz? Izohda qoldiring.